25 oldu. Yaxshiliklar olding. Ishlaringizga omad hamisha shu yaxshi. Sog'lik salomatlikda shu yig'inchilarda bo'lib. Assalomu alaykum, Sezgir Natijnon Patolog YouTube kanali obunachilari. Bugungi ishimiz xudo xolasa Beruniy sovxozda fotopechat ishlarimiz bo'ladi. Umidimizning uyida xudo xolasa ko'rib turganlaringizdek shunday yomg'irli pogodadan biz ishni davom ettirib boryapmiz. Mashina bakana o'tirolmadik. Dimloy. Bizlarni chiqarmay qo'yib ekanlar. Umidimiz o'zi Moskvadan turib bizlarni tanlab bizlarga zakaz bergan ekanlar. Umidimiz xudo xolasa uyga keldik. Atesi aytayam uyda. Xudo xolasa bu yerda bugun 2 qati Natijnon Patolog bo'ladi. Xudo xolasa birinchi qatimiz ishur zal joyi. Yine dört turganlaringizni ishlarni xudo xolasa hozir buzib taxlab beradilar. Keyin ishimizni tashishda davom ettiramiz. Keyin Umidimizning o'zi aytdi, galajni aytib beraman, qo'yib beringlar, led dedilar. Metrajni leddan qo'yib beramiz xudo xolasa polni atidu taxlab. Xudo xolasa video davomida ishni bitgan variantini ham ko'rishlaringiz mumkin. Bu yoqda xudo xolasa ikkinchi qati bu yerda patolog yo'q ekan. Xudo xolasa falgalarni ham ekkanlik. Lipilli e'tibor bermishsa, lampochida ham lipilli bo'ladi. Falgalarni qoqib, xudo xolasa taxlab boryapmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Videoni da qancha ko'rsangiz, xudo xolasa bitgan variantini ham ko'rsatamiz. Ish jarayonlari bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz. Sezirdan Natijnoy Patolog yoki Lustra xarid qiling va Spark avtomobilni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Sezir, omad sizdan, sovg'a bizdan. Xo'p, hurmatli do'stlar, ko'rganlaringizdek dimoxotlarni ham qo'yib bir xonamizni yakunladik. Hozir ikkinchi dimoxotimiz qoldi. Hozir shu ugla qo'yib lyustramiz bilan plastiklarni tekshirib ikkinchi xonamizni boshlaymiz. Ikkinchi xonamizda Umidjonimiz o'zi metrajni ledlarni aytib qo'yibdi ekan. Xudo xolasa bosib taxlab beramiz. Aytayanish chiqdi. Ko'ngildaylikmi? Umidjonimiz o'zi ham ko'rib turibdi video yozibdi. Xudo xolasa. Umidjon YouTube'dan ko'raverasiz xudo xolasa. Sezir yozuvlari bilan. Yo'q, siz tushirmang. Yine lyustralarımızı mijozni ko'nglinaydi etib taxlab beramiz. Biri tutaradi, biri o'ziga qo'yib beradi. Sarvayni ko'parib ber. Lipirlab turibdi, ko'parib ber. Ko'par shu. Xo'p, hurmatli do'stlar, xudo xolasa bir joyimizni yakunlab aytayam topshirdik. Sezir yozuvlari bilan xudo xolasa hammasi chot bo'lib chiqdi. Hammasi shunday lyustralarni ildirib ko'rishlaringiz mumkin. Ikki dona dimoxot, birsi bir uguldan, birsi arqa eng chet uguldan lyustralarimizdan tushdi. Ondan tashqari ağamıza bir de yine bir pro tushirib berdik. So'ng bilan dedim men boshqacha lyustrasi mumkin dedi. Lishni pro tushirib berdik. İkinci joyimizga metrajni ledlarimizdan ulab berdik. Hozir video ozg'an lapirdashi mumkin. Agar video lapirdagan taqdirda ko'rib fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Ko'rishlaringiz mumkin. Ledlarni ildirib Protlar akkuratni o'tirib berganmiz. Xudo xolasa video davomida bitgan jarayonlarni ham ko'rib qolishingiz mumkin. Aytayapmiz, o'zi kontrol etib turibdi. Hurmatli do'stlar, xudo xolasa
Özü qalayımızı leperde sen önce akamet vermişse birden illüstra üçün edildiğini yeni bir kahve düşürdürdü. Ümidcanımız yüzü Moskva'da. Qalayın namazı yakıp koymuş leperde durgan şu. Xudo qalasa video davomida bitgan variantlarni görüp barışlarınız mümkün. Bizden uzaklaşmanglar. Kommentariyada öz fikrlaringizni qoldirib o'tinglar. Xudo qalasa hozir bitgan jarayonlarni qo'yamiz. Hurmatli do'stlar, ko'rib turganlaringizdek ishlarimizdan yakunlab oldik. So'nggi ishlarni illyustralarni osib, so'ngida dimoxod qo'yish jarayonlari yetib turibdi. Umidjonimiz o'zi kontrolda. Telefonda so'zlashib turibdi. Xudo qalasa dimoxodlarni ham qo'yib, chiroyli etib yakunlab berayotimiz. Atanız çıktı. Özünüz hem ayıtı beraber. Nasıl çıktı patalı? Çöngelde edeyim ben besi. Ballarınızı görədi Xudo qalasa şu videonu. YouTube'a koyamız. Xudo qalasa. Ha, tutuqan. Evet, sana WhatsApp özünüz ayıtı verin nasıl çıktı? Çöngelde edeyim oldu mu? Görüp turganlaringizdek Umidjonimiz ham video vizitda kontrolda. Bazı bir chiroyli vatan partiya bersa, partiyani olib hisob-kitobni ishlab qaytaveramiz. Peş bozaklarını organ edende anam işte abara, maykin alıp. Emelledik. Emelledik Xudo qalasa. Çaylara toy bulup toylara hizmet etmek nasip etkenlerimize toylu bir toy şu gelin toy kız toy hem hiç toy olsa hizmet etmek nasip etmek hemmemize nasip etki.